Assalomu alaykum, hurmatli professor o'qituvchilar, aziz ota-onalar va qadrli talabalar. Avvalo bugungi quvonchli va unutilmas kun munosabati bilan Webster universitetining barcha bitiruvchilarini tabriklayman. Sizlar bugun nafaqat diplom olyapsiz, balki hayotingizning yangi, yanada mas'uliyatli va imkoniyatlarga boy bosqichga qadam qo'ymoqdasiz. Bugungi kun bir necha yillik mehnat va ishlaringiz samarasidir. Bu yutuq nafaqat sizniki. Sizga ishongan ota-onalaringiz, bilim bergan ustozlaringiz, imkoniyat yaratgan universitetingiz va sizdan katta umid qilayotgan jamiyat yutug'idir. Men bugun sizlar bilan Markaziy bank rahbari sifatida emas, balki avvalo o'z kasbiy yo'lining ayrim jihatlarini bo'lishmoqchi bo'lgan inson sifatida fikrlarimni bo'lishmoqchiman. Ish faoliyatimni Markaziy bankda iqtisodchi sifatida boshlaganman. Keyinchalik ushbu tashkilotning turli tarkibiy bo'linmalarida ishlash jarayonida bir haqiqatni angladim. Kasbiy o'sish bir kunda sodir bo'lmaydi. U izchil mehnat, intizom, mas'uliyat va doimiy o'rganish va izlanish orqali shakllanadi. Xorijda ta'lim olgan davrimda esa menga dunyoga kengroq qarash, muammolarga turli nuqtai nazardan yondashish va qarorlarni dalil hamda tahlillar asosida qabul qilish muhimligini o'rgatdi. Shu ma'noda Webster universitetidagi xalqaro andozadagi ta'lim muhiti sizlarga nafaqat diplom, balki mustaqil fikrlash, keng dunyoqarash va haqiqatan ham global raqobatga tayyor bo'lishi imkoniyatini berganini ishonaman. Faoliyatimning keyingi bosqichlarida Moliya vazirligida, Prezident administratsiyasida hamda hozirda Markaziy bank raisi sifatida bir narsani angladimki, zamonaviy mutaxassis o'z kasbini tushunishi bilan bir qatorda yangi texnologiyalardan foydalana olishi, lekin undan ham muhim jamoa bilan ishlashi, turli qarashlarni hurmat qilishi va eng muhimi o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashish va mustaqil fikrlay olishi kerak. Shu o'rinda Webster universiteti talabalarining yuqorida qayd etilgan Markaziy bank tomonidan tashkil etilgan CBU Challenge makroiqtisodiy tahlil va prognozlash tanlovidagi munosib ishtirokini alohida e'tirof etmoqchiman. Tanlovda ishtirok etgan 33 ta universitetning 141 ta jamoasidan universitetingizning 2 jamoasi 1 va 3 o'rinni egallagani tasodifiy natija emas. Bu avvalo Webster universitetida shakllanayotgan tahliliy fikrlash, jamoaviy ishlash, ma'lumotlar bilan ishlash madaniyati va real iqtisodiy muammolarga amaliy yondashuv salohiyatining yaqqol ifodasidir. Eng muhimi bu natija siz kabi yoshlar nafaqat bilim olayotganini, balki mamlakat iqtisodiy siyosati va kelajakdagi islohotlar jarayonida munosib ishtirok eta oladigan yangi avlod mutaxassislari sifatida shakllanayotganligini ko'rsatdi. Bugun dunyo juda tez o'zgarmoqda. Iqtisodiyot, moliya bozorlari, kasblar, texnologiyalar va hatto qaror qabul qilish madaniyati o'zgarmoqda. Ayniqsa sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati har bir sohada muhim kasb ahamiyat etmoqda. Mening sizlarga birinchi tavsiyam hech qachon o'qish va o'rganishdan to'xtamang. Bugungi kun ta'limning yakuni emas, balki doimiy o'rganish va yuksalish madaniyatining boshlanishidir. Kechagi bilim bugunga yetarli emas, bugungi bilim ertagalikka yetarli emas bo'lishi mumkin. Ammo o'rganishga ochiq inson har qanday o'zgarishni xavf sifatida emas, yangi imkoniyat sifatida qabul qiladi. Har kuni qiziquvchan bo'lib qoling. Ikkinchi muhim jihat bu ishonch. Davlat idoralari faoliyatida ham, har qanday tashkilotda ham, biznesda ham eng qimmat kapital bu ishonch. Ishonch bir kunda shakllanmaydi. U mas'uliyat, va'daga sodiqlik, professionalizm va halollik orqali yillar davomida to'planadi. Qaysi sohada ishlamang, moliyadami, biznesdami yoki davlat xizmatidami, odamlar sizga ishonishi uchun sizdan yuqoridagi jihatlar bo'lishi kerak.
Aziz bitiruvchilar, sizlar O'zbekistonning jadal o'zgarayotgan davrida mehnat bozoriga kirib kelmoqdasizlar. Mamlakatimizda xususiy sektor, moliya tizimi, raqamli xizmatlar, ta'lim, tadbirkorlik, xalqaro hamkorlik va barcha yo'nalishlarda yangi imkoniyatlar har kuni kengaymoqda. Bu jarayonda siz kabi zamonaviy bilimga ega, tillar biladigan, tanqidiy fikrlaydigan, texnologiyalardan samarali foydalar olinadigan va mas'uliyatni his qiladigan yoshlarga ehtiyoj katta. Men sizlarni faqat yaxshi ish topishga emas, balki o'zingiz ishlayotgan joyda qiymat yaratishga chaqirib qolaman. Muvaffaqiyat faqat lavozim yoki daromad bilan o'lchanmaydi. Haqiqiy muvaffaqiyat bu siz orqali biron jarayon yaxshilanishi, biror muammo hal bo'lishi, biron insonning hayoti yengillashishi va jamiyatda ishonch ortishi bilan o'lchanadi. Albatta oldingizda qiyinchiliklar ham bo'ladi. Har bir mutaxassisning hayotida shubha, murakkab qarorlar, kutilmagan to'siqlar va ko'plab xatolar bo'ladi. Lekin xato qilishdan qo'rqmang. Xatodan saboq chiqarmaslikdan qo'rqing. Savol berishdan hech qachon qo'rqmang. Savol bermasdan turib noto'g'ri qaror qabul qilishdan qo'rqing. Murakkab vazifalardan qochmang. Aynan murakkab vazifalar insonni kuchli mutaxassisga aylantiradi. Bugun sizlarning qo'lingizda diplom bor, ertaga esa sizlarning qo'lingizda qarorlar, loyihalar, jamoalar va ehtimol butun sohalar bo'ladi. Shuning uchun ham har doim ushbu savolni o'zingizga berib boring. Men o'z ishim orqali mamlakatimizga va jamiyatimizga qanday hissa qo'shyapman? Aziz bitiruvchilar, har biringizning muvaffaqiyatingiz nafaqat shaxsiy yutug'ingiz, balki O'zbekistonning, jamiyatimizning kelajagiga qo'shiladigan muhim hissadir. Shuning uchun barchangizga muvaffaqiyat va ezgu maqsadlaringizga erishishda omad tilab qolaman. Rahmat.